Assalomu alaykum hurmatli. Doimo sezonni boshlanmasidan tugab qolgan apparatimiz, shu gazet apparatlarimiz bo'ladi. Bular bunaqangi bo'ladi siz. Bir kunda 500 mingdan to 1 milliongacha bemalol foyda qilaveradi bu apparatlarimiz. Bu apparatlarimiz 4 taligini ikkita firmasidan olib kelganmiz. Colt или Sub-Zero. Bularni ishlatganlar o'z farqini biladi. Buni narxi $1100. Sub-Zero'miz bo'lsa $1450. Buni o'ziga yarasha farqlari bor. Ichida ham faqatgina narxida bas farqi. Sub-Zero apparatimiz 1 oylik kafolatga ega. Kislorod baloni bosimini o'lchagan o'sha narsalar apparaturalar qo'shib beriladi. Ili suv filtrlari ham bor o'ziga qo'shimchasi. Apparatlarimizga siz faqatgina kislorod baloni, suv olasiz, ili tagiga siroplarni qo'yib qo'ysangiz, 206 tokka ulab qo'yasiz, apparatimiz bemalol ishlataverasiz. Bu apparatimizni hamma yo'g'ini o'zini regulovkalari bo'ladi. Suvini, shakarini, ili siz bemalol kislorodini, ya'ni gazni ham regulovka qilsangiz bo'ladi bu apparatlarda. Apparatlarimiz narxi o'sha aytib o'tganimizga $1100 или $1450. Pastki nomerlarga murojaat qilsalaring bundan ham to'liq ma'lumot olaverasizlar. Ili O'zbekiston bo'ylab bu apparatlarimizni dastavkasi ham bor keladi. Ulgurib qo'yinglar, sezon boshlanmasdan.